Bitta kimga o'rgatamiz? Assalomu alaykum. Oson yo'l bilan qorinni ketishni bilarmiz. Buning uchun bizga olma sirkasi kerak bo'ladi. Yarimta limon kerak bo'ladi. Olma suv kerak bo'ladi. O'zi olma sirkasi nafaqat qon ketishga va ichaklarni tozalashga, kojani tozalashga, bakteriyalarni o'ldirishga, sahrni diabet bo'lganlarga va katta foydasi bor inshaalloh. Yarimta limon olib, stakanimizga tashlab sip olamiz. Va bir stakanga olma sirkasidan 1,5 qoshiq solamiz. 1,5 qoshiq. Sirkamiz o'sha tabiiy yo'l bilan tayyorlangan bo'lishi shart. Kimyali bo'lmaydi. Va o'sha va bu stakanni ertalab och qoringa ichishimiz kerak bo'ladi. O'shanda 40 yil, 50 yil, 20 yil ichida yig'ilgan bakteriyalarni hammasini inshaalloh yuvib chiqarib tashlaydi va qornimiz ketishiga, immunitetimiz ko'tarilishiga va o'sha sahni diabetlarga oldini olishga yordam beradi inshaalloh. Bismillah. Zo'r inshaalloh. Va mazasi ham yoqimli. Olma sirkasining originalini Attorchi Oybegan olsanglar bo'ladi inshaalloh.